Yaxshilab machavinani bosamiz, shu bilan rasxod qilmaymiz. Shirokiliga ham bitta ahamiyat berib qo'yasizlar, Shirokiliga mana. Ro'paradagi 40 kunlik, rosa 40 kunlik bo'ldi mana bugunga kelib makani rangiga bir g'alladan keyin ekilgan, rangiga ahamiyat berib qo'yinglar, qop-qora. Ishlovlar qilindi. Suv tanqisligimi yoki effekt yaxshi bo'lyaptimi? Tomchilab suv olishdi, ularni o'sha paprobadan o'tganlar. Hurmatli kuzatuvchilar, obunachilar. Bugun 2026-yil 1-avgust. Anchadan beri video chiqara olmayapmiz. Ba'zi bir ishlarimiz ko'payib ketyapti. Hop. Bugun pishadimi, pishmaydimi degan videoyimiz. Monopoliyamiz 50 sotik. 60 sotik kelib qoladi. Bu yerda obzor qilmaganmiz oldin. Bu yerga ham don variantiga o'sha maya degan urug'dan ekkan edik. Bu yerda hozir donni qayirib olib, tortdik, 7 tonna don qildi. Endi uni kakalab, quriganda toza 5 tonna qoladi, xotirjam 5 tonna qoladi. Videoni qo'yib ketadi, donni holatini ja zo'r bo'lmagani, lekin yomon emas. Hisob-kitob qildik, rasxodlarni, beyda silosini sotdik, hisob-kitob qildik. Hamma rasxoddan tashqari 1 kilo don 1000 so'mdanga tushibdi. Masalan, 5 tonna don bo'lsa, 4000 dan sotilganda 20 million pul bo'ladi. Uni 1000 so'mdan rasxodga chiqsa, 3000 dan foydaga qoladi. Silos varianti bilan solishtirganda daromadi yaxshi buni. Don variantini daromadi yaxshi chiqyapti. Endi bu joyga hozir bugun 1-avgust, ertaga traktor keladi, puluglaydi, indinga agatini olib ekib ketadi. 3-avgustda Makajo'xor ekamiz silos variantiga pishadimi, pishmaydimi? Qaysi holatda uni o'sha ekkanlar, tajribadan o'tkazganlar kommentariyada yozib ketasizlar. Hozir keyingi poliyalarni etap-etap hammasini ko'rsatib o'tib ketamiz. Pishadimi, pishmaydimi? Qaysi pishadi? Hali qilib kommentariyada baho berib ketasizlar. Bu yerga 3 ya 4-avgust kuni urug' qadaladi, xudo xolasa. Narigi poliyaga yuraylik. Hop, monopoliyamiz mana 6-kun chiqib, haligi o'lgan Makajo'xorimiz silos variantiga. 25-da ekilgan bu. 25-iyulda ekilgan. Bu holatini ko'rib turibsizlar, bexato chiqqan. Bu pishadimi yo'qmi? Bunga ham haligi berib ketasizlar. Bu ikkinchi poliyamiz 1,5 gektar. U yoqqa ketgan tarafi ham bor, o molxonamizdan yonida ham bor joy. Bu ham silosdan keyin ikkinchiga paftoriga ekdik. Hop, hozir yana bitta poliyamiz bor, sal ertaroq ekilgan. Ayda ham ko'rsatamiz. Shu etap-etap pishganiga da poliyalarimiz bor. Ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana 3-poliyamiz, bu yerda obzor qilganman oldin, 80 sotiklik silos variantiga degan poliyamiz. Bu yer traktorda ekkanmiz, mana chiqishi yaxshi, yomon emas. Prosta beyda o't bosib ketgan. Ko'rinib turibdi, o't bosib ketgan. O'sha makkamiz mana 5-quloqqa keldi. 5-quloqqa keldi. 5-quloqqa kelganda bemalol begona o'tlarga qarshi vositani, dori vositasini ishlasak bo'ladi. Dorini olib kelib qo'yganmiz, xudo xolasa ertaga bitta uramizda yengil suvni qo'yamiz. Hop, begona o'tlarga qarshi Makka duo degan dori bor, suyuqlik. Oldingi videolarimizda ko'rsatib o'tganmiz. Effekt yaxshi bo'lgan, o'shandan bitta uramiz, bitta suv qo'yilardi. Iloji bo'lsa qurtiga ham bir marta zaharni beramizda, yaxshilab machavinani bosamiz, shu bilan rasxod qilmaymiz. Bu kuzgi silos variantiga. Endi hozir 4-poliyamizga o'tamiz. Suvni tushishini qaranglar. Zakasga ham bundaqa tushmaydi, kiranda ham. Hop, Mashi Latok Farg'ona kanalidan keladi. Biz 3 ta qishloq ichadi bundan. Oqbuloq, Tepaqo'rg'on, Qirisqo'rg'on. Oldinlari mash suvdan, men o'zim yoshligimda shayda ketdi o'g'anman, mash suvdan ichardik, muzday. Haligi bunda yozgi kunda bir tashlasak ham muzlatib qo'yardi. Hozir mash suvni mana ichib ko'rdim hali. Oldingidaqa ta'mi ham, mazasi ham yo'q suvda. Sovuqligi ham yo'q, ancha isib qolgan.
ilgari to'la aqardi mana shu latokda suv. Yozi bilan to'la aqardi. Hozir ancha pasayib ham qolgan. O'sha sababdan hozir video qilib ketamiz. Bu fermerlarimiz ham nima kapinista deydimi, tomchilash sug'orishga o'tishyapti. Endi yana savol, shu tomchilab sug'orishga o'tishga sabab suv tanqisligimi yoki effekti yaxshi bo'lyaptimi tomchilab sug'orishda? Ularni o'sha paprobadan o'tganlar ko'rsa, kommentariyada yozib ketasizlar. Mana bizning qulog'imiz har bitta poliyamizga mana suv beminnat tushadi. Allohga shukr, zo'r. Buni bag'dan problema yo'q sug'orishdan bizga. Mana 4-poliyamiz, mana makkamiz endi chiqdi. Endi chiqyapti, yarmi endi suv qo'yilyapti, hali chiqqan yo'q. Mana bu 60 sotliklik yana bitta poliyamiz, 4-poliyamiz. Endi hozir 5-poliyamizga o'tamiz, kattarog'i. Mana poliyamiz 10 gektar, 10 gektarlik o'sha silos variantiga ekkanmiz, uni dekalov. Dekalov 67-77 degan variantimiz mana videoga ol. Xudo xolasa bu 40 kunlik, rosa 40 kunlik oldu mana bugunga kelib makani rangiga bir g'alladan keyin ekilgan, rangiga ahamiyat berib qo'yinglar, qop-qora. Ishlovlari qilindi. Xo'p, buni ilojini boricha o'zimiz chorvamizga ko'mamiz. Ortqaniga o'sha zakasni olib bo'lganmiz, reklama qilib sotish uchun reklama qilamiz yo'q. Siloslarimizga zakas yetarlik. Xo'p, 10 gektar bo'lsa, narigi tarafda ko'rinib turgani hozir video qilamiz. Narigi tarafda yana balandrog'i bor. Don variantiga ekkan katta poliyamiz. Hali donni qayirganimiz yo'q. Hozir video qilamiz bu. Endi 6-poliyamizga o'tamiz. Mana 6-poliyamiz. Rosa 55 kunlik. Mana shu makkajo'xorimizda obzor qilganimizda 21 kunlik deganimizda o'sha negativ ko'payib ketgan makkajo'xorimiz Xulpinayda o'rniga ekilgan. Hozir bo'yi oldi 340. 340 ga boradi. Mana men 175, 180 bo'lsam 340 ga boradi oldi. Bu tanalari ham o'ta baquvvat. Rangini o'zlaringiz ko'rib turibsizlar, tum qora. Ha, bunga hozir mana mineral o'g'itni berib qo'ydik mana. Hozir suvni berib beramiz, o'sha agati o'zini ham yana bitta suvni beramiz bu dumbiliga. Bu don variantiga qilib beramiz buni ham, xudo xolasa. Xo'p, hali suvni ko'rsatdik, suvni beminnat ichamiz, xudoga shukr. Ammo suvni sog'lig'ini ham to'laymiz, ag'ini ham aytib ketaylik. Kakbolojna sog'liqlar to'lanadi. Endi hozir 7-poliyamizga o'tamiz. Oxirgi katta poliyamiz. Mana 7-poliyamiz don variantiga ekkanmiz. Fito firmasi Sungante degan urug' bu navi. Mana dumbili mana boshlanishi. Mana shirokiliga ham bitta ahamiyat berib qo'yiblar, shirokiliga mana. Ro'paradagi bir donadan solgan asosan, bir donadan, lekin bo'lim endi dumbil hammasi. Ko'rsatib qo'y. Xudo xolasa bugun erta buni qayirib, yig'ishtirib basillaymiz. O'zi tayyor oldi mana don. Rosa don tayyor oldi. 8 gektar. 8 gektar. Eson-omon yig'ishtirib olsak, marra bizniki xudo xolasa Alloh taolo barakasini bersin. Hop, hurmatli kuzatuvchilar, bugungi videolarimiz shu. Bugun 1-avgustga. Hop, bizni qo'llab-quvvatlab, like bosishni ayamanglar. Kanal yangi, obuna bo'lib turib qo'llab-quvvatlaysizlar. Sizlarga yaxshi foydali videolar chiqarishga harakat qilamiz. Hammalaringiz ishlaringizga rivoj, Alloh taolo dehqonchilaringizga, chorvalaringizga baraka bersin. Hop, Instagram kanalimiz bor, Tormag'uz. Unda asosan o'zimizning biznesimiz bor, qo'y biznesi bilan yaxshi qo'chqor sovliqlar chiqarib turamiz. O'tib obuna bo'lib qo'yasizlar.